naqdga oladigan bo'lsanglar 17 million skitkasi bor. Bor amalda bu hali ham. Qaysi kal tushsa shu mashina sizniki sovringa qo'yilgan deyiladi. Unda sizga yo'q ekan. Kamida. Kamida. Alohida yana qo'shimcha sovg'alarimiz ham bor. Ular alohida yana 3-ga. Propan qo'yib berilgandan keyin servis garantiya yo'qolmaydi. Yo'qolmaydi. O'zimizda qoladi. Ichida ketadi, 3 yil ichida ketyapti. U masalan yangiliklar servis to'g'risida gapiramiz. Servis bor, o'zimizda servis bor, o'zimizda deymiz. Servis qayerda o'zi mana sizlarniki mana hozir China Motors'ki servis qayerda ko'pchilik shu narsani so'rashadi, yoki yozishadi, servis yo'q bo'ladi degan narsalarni ham kommentariyalarda bir yozib qolishadi. O'zi qayerda servis bormi? Bo'ldi yoki unda kelib gaz qo'ydiraman desa qancha kunda chiqib ketadi? Xo'sh, bitta mashinani ish jarayoni boshlangandan keyin kesaga maksimalni komandamiz katta, maksimalni aka. Misol metan qo'yiladigan bo'lsa agar 3 soat plus minus. Soatda chiqib ketadi, kun talab qilinmaydi. Mana shu akam olaman deb niyat qilib kelibdilar. Xudo xolasa Ro'za Ramazon oylarida Alloh niyatingizga yetkazsin. Bundan oldin ham olgansiz. Ha, bundan oldin oddiyroqni minganmiz-da. Xo'p, hozir ham bormasiz, jakdan o'zingiz haydab yuribsiz. Ha, shunday. Xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli hamyonbop kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa sizlarga China Motors'dan Ro'za Ramazonlarda o'sha etilinganda 17 millionlik skidkalar va undan tashqari yana bu yoqda menejerlarga kelib gapirishadigan bo'lsanglar, kutib oladigan menejerlarimiz tomonidan o'zingiz Ro'za Ramazonda tuhfalar, sovg'alar bor. Assalomu alaykum. Farhod aka qanaqasiz aka? Tuzumisiz, charchamasdan. Ro'za Ramazon oylari bilan. Rahmat, o'zingizga ham bo'lib bo'lsin. Xo'sh, sekin mana endi keldik. Biz har doim yangiliklarni eshitamiz, sizlar tomonidan to'g'ri kelaveramiz. Kelasizda shunda. Shunaqa, qor yomg'ir. O'zingiz shunchalik oppoqmi yo? Yo mijozlar. Yo'q, mijozlarniki hammaligi shunaqa oppoq qalbligi. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum hamyonbop o'z hamda avtobugun o'z kanali obunachilari. Mana bugun akamiz bilan endi qisqacha bo'lsam shu kanalingizga yangi qo'shilgan obunachilar uchun yana qayta bir boshdan tushuntirib o'tamiz. Mashinaning afzallik tomonlarini, ya'ni Jack X200 yuk tashuvchi mashinamiz tashqi ko'rinishi, razmerlari bu mashinani taqqoslayman deydigan bo'lsanglar, Kia Bongoga o'xshashi, juda ham yaqin mashinaning o'xshashi. Bu oldi tomondan boshlab endi Farhod aka bir sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p. Bo'ladi. Mashinamizdan mana kelingani faralar xuddi Amerikankiga o'xshatib ko'rib turibsizlar. Yonida mana bunaqa power o'tminglar. Jack X200 mashinamiz. Endi ko'p joyda hozir 25 bular yili 2025 edi. Hozir 26-yil kelgan. Ha. 26-yil sotdi. 26 o'sha kuzovda 26 keldi. Voy, mana yana yangilik zo'ri. 26 bo'lib keldi o'sha. Mashinani tashqi ko'rinishini ko'ryapsizlar, juda ham nima deydi, ko'rinishi har tomonlama qulayliklari bor, zo'r. Teyda galagellari bilan nomer postavkalari, Jack mashinasi juda ham yaxshi mashina. Bu mashinamizni yuk tashish uchun aynan boshqa mashinalarga nisbatan ustuvorliklari bor. Motor bunda bu mashinamizga bir qisqacha bir aytadigan bo'lsak, Jack X200 4 xil modeli bo'ladi buning versiyasi. Shassi holati, bortligi, tentligi hamda mana bunga o'xshagan promtovarlik, izoterlik deydi buni. Buni ko'pincha masalan xaladinni qo'yib olaman deganlar uchun juda yaxshi bo'ladi. Bitta xaladinni qo'yib olsalar -5 ga bemalol ishlab beradi. Bu mashinamiz. Xo'p, motorimiz Grandjet brendi asosida ishlab chiqarilgan. Bu Yaponiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. 147 ot kuchiga ega. Ob'yomi 2 litrlik. Sepli. Yo'q, bu zubchatlik. Zubchatli. Al 50 mingga almashtiraveradi. Xo'p. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi borti uchi o'ngga 175. 175 ancha katta ekan bu. Eniga 175. Kia Bongo, Porter, shu koreyskiy texnikalar bilan hammasiga bir xil. Ko'pincha mijozlarimiz hozir kunda endi bu yo'g'i yoz boshlanyapti. Marojinchilar, xuddi shunga o'xshash xodimlikchilar aytayaptilar-ki, menda tayyor koreyskiy bo'tka bor. Bunga ketadimi deganlar uchun biz uni videosini ham chiqaramiz. Xudo xolasa sizga aytaman, bir videosini chiqaramiz. Birga bir ketadi aka. Rovna uchi o'ng, ular ham bo'tka, koreyskiy bo'tkalar o'sha. Chista xodimliklar. Shu Farhod aka shu joyda ma'lumot o'rnida aytib o'tsa, uni alohida sotilinadi u. Yo'q, sizlar o'zingizlarda ham bormi? Yo, o'zimizda yasab berishadi. Lekin koreyskiy bo'tka olaman deganlar uchun endi ma'lumot sifatida men aytdim, birga bir tushadi. Mijozlar bilishlari uchun aytdim buni. Xo'p, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Kuzovlar juda qalin. 3 yil garantiyasi bor.
motor, korobka, orqa zadni mostiga. O'zimizda keyin servisimiz bor. Xohlasangiz metan, xohlasangiz propan qo'yib olsangiz bo'ladi. 3 yil davomida o'zimiz javobini beramiz. 12 ta viloyatga ham bizda servislar bor. Farhodga har safar shu servis to'g'risida gapiramiz. Servis bor, o'zimizda deymiz. Servis qayerda o'zi mana sizlarniki mana hozir Shina Motors'ki servis qayerda ko'pchilik shu narsani so'rashadi, yoki yozishadi, servis yo'q bo'ladi degan narsalarni ham kommentariyalarda bir yozib qolishadi. O'zi qayerda servis bormi? Bo'ldi yoki unda videoni bu yerda hozir olamiz, borib servisga qolgan unaqani davom ettiramiz, bo'ladimi? Mana shu yerda yo'l yoqasida. Yo'q, narigi betdami? Narigi bet. Bu bo'lmasa narigi betda bo'lsa, shu yerda. bo'lmasa o'sha yerdan bitta olamiz, bitta video qilib, kakra servisdan ko'rayotgan obunachilarimiz o'zligi ko'rib, nima deydi? O'zligiga yana ham ishonch hosil qilishadi. Xo'p. 310 ga 175 bo'lyapti. Orqa buni tonnasicha ko'tarishi. Standarti 2,5 tonna. Aha. Hozir kunda kommentariyaga ham yozib ketishlari mumkin. O'sha imенно shu mashina haydab yurgan mijozlarimiz necha tonna yuklab yurganlarini imенно o'zimiz ko'ryapmiz, guvohi bo'lyapmiz. 3,5 tonna o'zbekchilikda o'rtacha 3,5 tonna yuklab uslit qilmasdan haydab yuribdilar. O'zbekchilik har qanday shunaqa bizda o'zbekchilikda ko'rsatilgan vaznida ko'proq yurishadi, baribir yukka urishganda xuddi ani moya almashtirishga 4000 da 5000 da almashtirasiz deysiz, bizda o'zbekchilikda moya baribir 6000 7000 gacha chiqarib yuborishadi. Baribir bizda o'zbekchilikda amallashadi. Xo'p, qaranglar, bu narsa hozir siz ko'rib turganingiz orqa oddiy bo'ti, buni orqa bunisi yo'q, oddiy Ramani o'zida ham bor. Kimgadir qiziq bo'ladi, xolasi kimgadir tentli, xolasi kimgadir mana bunaqa aytganlarda o'zligida bu yerda servisi ichida servis xizmatlari bor. Pulini narxini aytib o'tilinadi. O'ziga qarab turib, qandoqini sizlarga mos bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani zakaz qilsanglar, keyin uylarcha qilib qo'yilaveradi. Eng zo'r yaxshi tomoni kelib haligi kutib qolib ketish yo'q. Nalichada bor mashinalar, xudo xolasa. Shuni ko'rsataylik. Mana bu devori 4,5 sm bo'ladi. Shuning uchun bu -5 ga mo'ljallangan. -18 kerak degan mijozlarga bortdagi shassisini taklif qilamiz. Sababi -18 ga mana bu devori 7,5 sm bo'ladi-da. Bu 4,5 sm qilingan. Shuning uchun -5 ga. Oldingi versiyamizda tagi temirlik edi. Hozir endi fins paneldan bunaqa qilingan, orqasidan issiqlik urmaydi. Bizda endi baribir issiqlik borami? G'ildirak ustidagi uy deydi-yu, shunaqa qilib bemalol yasab olsa bo'lar ekan, bir xonali uy qilib olsa bo'lar ekan, buni keyinli kattaliklarini. Va usti ochiq turganda kichkinaga o'xshaydi, lekin buni bu yoqda juda katta ekanligi ko'rinishi. Obunachilarimizga yana bitta yangiligimiz bor. Shuni o'zi aytib ketdik. Mana shu, imенно mana shu mashinamiz ishlab chiqarilganiga 24 yili bor. Menda yili qiziq emas degan mijozlarimizga propanni tekinga o'rnatib beramiz. Xo'p, 2024-yil o'shanda bu hozir nalichiga kerakdan bo'lsa, baribir shu 17 million skitkamiz bormi? 17 million skitka bor. Undan tashqari, hop, bez probeg lekin bu. Hop, bez probeg faqat yili 2024. 2024 qolganda propan agar shuni oladigan bo'lsangiz, yiliga qaramasdan, lekin bez probeg bo'lyapti. Qarang, shu hozir yili 24 bo'lgandan keyin hozir shu narsaga aniq shu savol bo'ladi, odamlar qiziqishlanadi. Yili 24, lekin salondan mana sizlardan hozir olinyapti, 26-yil olinyapti-yu. Shunda garantiya qanaqa ketadi? 26dan boshlab ketadimi? Bizdan olgan kunlardan boshlab ketadi. Voy, garantiya baribir shu 3 yil yoki short spravka 3 yil yoki 100 ming probeg. 100 ming. O'sha ketyapti baribir. Mashina bir xil. Faqat yili 24. Qo'shimchasiga bitta 1 yil nariverisi bo'lganligi uchun propan gaz o'rnatib berishyapti. 5 millionlik kamida. Alohida yana qo'shimcha sovg'alarimiz ham bor. Ular alohida yana 3-ga. Propan qo'yib berilgandan keyin servis garantiya yo'qolinmaydi. Yo'qolmaydi, o'zimizda qoladi. Ichida ketadi, 3 yil ichida ketyapti. Voy, zo'r dahshat. Bu mana shunaqa yangiliklar ro'za Ramazonlarda hozir mana shu ro'za Ramazon tuhfasi qilib chiqarishyapti bunaqa narsalarni. Endi meni fikrim bu, endi xalqimizni masalan hammamiz har xil-ku, 5 qo'l ham barobar emas. Imенно bu yuk mashinada yiliga menimcha ko'proq o'ynamasa kerak. To'g'ri. Endi bez probeg garantiya deyilgan narsa, ya'ni servis xizmatlari o'zida saqlanib qolmoqda-da. Mana hozir 2026-yil bo'ladigan bo'lsa, hozir olsanglar mashinani olgan kuninglardan boshlab 3 yilga
mashinani kafolati bor turibdi yoki 100 ming probegga kafolati bor turibdi. Bu tomonlarda mana yana kimdir menga shu yoqdi, menga shu nimalari bilan yaxshi ekan, propallari bilan deydigan bo'lsangiz, bu tomonlari ham zo'r. Kalitlarni olganlar endi buni ichidan kaliti topib bo'ladi. Haligi qaysi kalit tushsa shu mashina sizniki sovringa qo'yilgan deyiladi. Ha, unda sizga yo'q ekan. Buni topilmadi. Hozir ko'ramiz. Boshqasini ko'ramizda endi. Bitlarni ham qaranglar, putlari bilan cho'tki ketyapti. Qo'yinglar, mana ochildi. Shu o'zim topsam bitta mashina berasan yana bo'ladi aka. Jonga olib qoldingiz shu mashinani ham. Mana salonlar kengligi, kattaliklari ko'rib turganingizda, ikkita oldi oynali elektropривод bo'lyapti. Rul bunda gidrolikami yo elektronikami? Elektron usul qilingan. Elektron usul, demak juda ham yumshoq bo'ladi. Sidenalar ham villur, materialli bo'lyapti, ko'rib turganingizda, fellamaydi uncha-munchaga va 3 o'rindiq oldi. Mana bu qo'l qo'yilgan pastga tushirsa bar bo'lyapti, ko'tarsa yana bir odam o'tirishiga spenkasi bo'ladi. Kengliklari, kattaliklari, balandliklari, salonni ham yaxshi tomonlaylari, komfortlari zo'r. Ko'rib turganingizda, salonda bu yoqda konditsioner bor mashinada. Kengliklar, kattaliklari zo'r. Bemalol orqaga olgan qilsangiz bo'ladi. Orqa tarafidan berezga umuman nagruska tushmaydigan qilinganda, uzoq yo'llarga ketadigan mijozlar uchun juda yaxshi. Rullar ham chiqib tushyapti bemalol. Bu yog'i sidenalar yetganlari, mana sidenalar mana pastgacha tushib, bu yog'i yana ko'tarilib. Har beli orqa qolmasiga harakatda. O'tirganda mana bemalol o'tirar ekan. Bakoylar ham ligirovkasini ko'ryapsizlar, o'shda o'zidan bo'lyapti. Knopchni, ya'ni elektronning. Bu yoqqa qo'lni cho'zib qiynalmasdan bemalol o'tkaziladi. Aytganda ochkilarni solib qo'yib, ichlari barqitni ko'rib turganingizda, ikki tomonga alohida o'tgan podsvetnilar. Mana bu hozirga aytganimiz barraki bu mashinadan ko'tarilardi. Adashmasam, kengliklari past stakanchik, o'rtasida yana chamadonchasi ham bor. Buni ko'tarib qo'yilsa, bemalol bundan o'tirgan odam foydalanadi. Mana yonida ekan. Buni ko'tarib qo'yilsa, mana 3 o'rinliqli bo'ldi. O'sha bu yoq ko'rib turganinglardek 3 o'rinliqli bo'ldi. Lekin tushirib qo'ysa, bari maza qilib foydalanib ketdi. Hop, korobka mexanika 5 pog'onali, rol elektr ustunlikli rol bo'lyapti. Lekin udobniy juda ham haydashga. 160 gacha ekan tezlik ko'rsatilgani. Mashinani qulayliklari zo'r. Qulayliklari zo'r. Apshipkalar ham ko'rib turganlar, kenglik, kattaligi. Kelish kerak, ko'rish kerak, olish kerak, zo'r variant bo'lyapti. Bularda shunaqangi ko'pchilik qiziqib so'raydiki, bo'lib to'lashga ham imkoniyat bormi? Bo'lib to'lashga ham imkoniyat bor, faqat boshlang'ich to'lovi bo'ladi. Misol uchun necha foizgacha bo'ladigan bo'lsa, nasiya, ya'ni o'zingizlardan chiqib ketadigan shunaqa nimalari ham bor, punktlari ko'rsatilganda. Bizda to'lov turlari xili ko'p. Mijozimizni pullariga qarab biz variant aytaveramiz. Masalan, bank orqali oladigan bo'lgan mijozlarimiz eng kami qo'llarida 25% puli bo'lsa bo'ldi. Mana texnika 25%. Bu deganiki hech bo'lmaganda 63-64 million atrofida pullar bo'lsa, bank orqali chiqazib beramiz. 1 soat, maksimum 2 soat ichiga 100% mashina o'zlari nomlarga bo'ladi. Kredit bo'lib ketadi. Salgina qo'llarda pullari ko'proq bo'lsa, masalan 35 yoki 50% ga yetadigan bo'lsa, NASA savdo qilib beramiz. Bu deganiki mana shu texnikani ustiga 29 million ustama qo'yiladi, shuni keyin bo'lib beriladi. Uni muddati qanaqa? Necha yilgacha? 2 yildan 5 yilgacha. 2 yildan 5 yilgacha bo'lganda ham o'sha 29 million o'zi qoladimi? O'zgarib ketaveradi. O'zgarib ketaveradi. 2 yilligini aytdim-da o'rtacha. 2 yilligiga 29 million qo'shiladi. Ya'ni yana ozdan gapingizni oldim. Yana agar 70% qo'llarda bo'ladigan bo'lsa, chista rasolcha qilib beramiz, bo'lib berishga. Bo'lib berish yo'q bo'ldi. Muddatga.
qolgan pulni o'zi bo'ladi Qolgan o'shani. pulni o'zi, ha. Mana har tomonlama. Demak 25% dan boshlanyapti. To'lov qiziqqanligi. Endi haligi ko'pchilik ko'p joylarda bir pasport evaziga deb borishadi-yu, lekin telefon qilib borib gaplashadigan bo'lsangiz, baribir yerda ham yo garant bo'lish kerak bo'ladi, yo nimadir bo'lish kerak bo'ladi. Bor narsani aytilyapti bu yerda. Lekin sizlarga ham shunaqa narsa chiqarsa bo'ladi, to'g'ri, iloji bor. Bitta pasport o'ziga, lekin unga garant nimalardir kerak bo'ladi, talab qilinadigan narsa bo'ladi. Endi qisqa lo'nda qilib aytib ketiladi-da, endi bitta pasport evaziga deb. Lekin bu yoqda bunaqasi bor. Mana 25% dan boshlangan, u yoqqa ketdi. 50% bo'lsa aytganlarda hozir 2 yilgacha o'sha 29 million qo'shiladi, qolgani o'zinikiga ketadi. Xo'p, keyin 70% bo'ladigan bo'lsa, 70% dan qolganini chisti 2 yilga, u ham 2 yilga bo'lib berishga bo'lyapti. Bu tomonlari bor. Pullarga qarab ketaveradi-da. Kunga qarab, pulga qarab ketaveradi. Bu Nobodoga, Rasrochkaga bunaqalar keladigan bo'lsa farqi yo'q. O'zbekiston bo'ylab chiqib ketaveradi. Chegaralanmagan. Yo'q, yo'q. 12 ta viloyat bo'yicha bemalol chiqib ketaveradi. Bu yoq tomonlari qulayliklari bor. Endi bo'lib to'lashda to'g'risida tanishtirdik-ku. Endi bu hozir shunaqangi xaridorlarga qulaylik qilib qo'yishgan, naqdga oladigan bo'lsanglar 17 million skitkasi bor. Bor amalda bu hali ham Naqdga oladigan mijozimizga, bank orqali oladigan mijozimizga 17 million chegirmamiz bor. 17 million nima uchun 20 million emas yoki 15 million emas degan gaplar bo'ldi-da kommentariyada. Bu 17 million maksimum hisoblayapmiz 10 million so'm. Oxiriga 5 million so'm. Nomerlariga 2 million so'm u yoq bu yoq uyga bir sovg'a salomlar qilishga. Shunga 17 million chegirma. 17 million chegirma bo'lyapti. Biz har doim aytganmiz, biz hozir bu narsani u yoqqa o'tib nariga betdan servisdan davom ettiramiz, lekin ana joyimizda bor, bunda Farhod akam bilan qo'l ushib ketadigan joy. Hamyonbobdan ko'rib keldik, bizlardan obunachilarimiz keladigan bo'lsa, benzin, to'lik amalda bor bu narsa. Benzin, to'lik bor. Chunki kechagina ham Chexolni ham qo'shib beraman. ana chexol ham qo'shildi. 3 ta narsa bo'ldi. Вообще maza bo'lib ketdi. Ikkita viloyatdan keladigan mijozlarimizga benzin ham polni qilib beraman. Bo'ldi. Bu narsaga shubha yo'q, chunki kechagina Buxorodan kelib olib ketishdi. Men o'zimga telefon qilishdi, balki ko'rib turgandirlar. Tanish sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi tanlov qildingiz. Telefon qilib aytishdi, keldik, sizlardan ko'rib kelgan edik, polni bak benzin qilib berishdi, tegiga mana shunaqa polklar qo'yib berishdi deb aytishdi. Xursand bo'lib ketishganligidan menga ham telefon qilib minnatdorchilik bildirishdi. O'shaning uchun bu narsani to'xtatish yo'q. Xudo xolasa, endi bu yo'g'ini servisda davom ettiramiz. 17 millionlik skidkaga shoshiling, uni olib qoling va sizlar uchun Ro'za-i Ramazon tuhfasiga chexol ham qo'shildi. Polni bak benzin. Bu yo'qni bu yoqda davom ettiramiz. Ketdik endi. Mana shu akam olaman deb niyat qilib kelibdilar. Xudo xolasa, Ro'za-i Ramazon oylarida Alloh niyatingizga yetkazsin. Bundan oldin ham olgansiz. Ha, bundan oddiyroqni minganmiz-da. Xo'p, hozir ham bormasiz, jakdan o'zingiz haydab yuribsiz. Xudo xolasa hozir 10 ta olaman deb ishlarni yo'lga qo'yaman deb keldik. Emas, lekin bitta ham olish niyatimiz bor, 10 ta emas. Hozir hojilarda 10 ta dedilar, siz lekin bor, nima deydi, o'ta kamtarlik ham manmanlikka kiradi deyishadi. Tanish sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi tanlov qilibsiz. Xudo xolasa, bu mashinalar uyaltirmaydigan mashina, tem bo'lib anaqa chegirmalar hozir Ro'za-i Ramazon oylarida ketyapti. Alloh hammaga nasib qilsin, tanish sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, ishlarga rivoj. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Olaman deganlarga nima deysiz? Olaman deganlarga zo'r mashina, yo'l tanlamas. Bozorlaringiz bersin zo'r. Tanish sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, samimiylik uchun rahmat, sog' bo'ling. Mana shu orani o'zida yetib kelishdi, mana xaridorlar kelishgan, olishga. Assalomu alaykum. Tuzumsiz charchamasdan, ular Ro'za-i Ramazon oylarida muborak bo'lsin. Shartnomalar oldingiz, Xudo xolasa, Jakdan kelib, mana hozir mashinalar xarid qilish. Qayerdan keldingiz? Surxondaryo. Surxondaryodan. Nima qulaylik, ustunliklari eshitib, shu narsalarni ko'rib keldingiz. Xudo xolasa. Bizga ma'qul tushdi, kelyapmiz. Alloh xayrli qilsin, tanish sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Olaman deganlarga nima deysiz? Olsin, yaxshi mashin. Tanish sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, yaxshilikni ko'rishaylik. Shoshib olmiz dedilar, o'sha uchun qisqa lo'nda bo'lsa ham gaplarni olib oldim.
Mana jak xizmat ko'rsatish servisiga qarab kirib keldik. Mana shu yerda endi hozir shu mashinaga xizmat ko'rsatishga ustakamlar bilan endi o'zlari bilan bir suhbatni olib boramiz. Bemalol batafsil qilib ko'rsatamiz. Mana ko'rib turganingizdek, avtoservis, remont qadavoy, motoris, установка gaz, zatniy mostlarniki, коробка переdachi, hamma narsaniki bor jakkiga xolaylar propan, xolaylar metan gaz. Mana shu o'zidan undan tashqari gazdan ham qo'yib, hamma servis xizmatlarini qilib beradilar. Qo'ldan kelgancha ehtiyot qismlardan ham xudo xolasa muammo yo'q deb aytdilar. Yana o'zlari bilan suhbat davomida eshitamiz. Chunki ehtiyot qism sotiladigan do'konlar mana shu o'zida ikkita ketma-ket do'kon bor ekan. Bemalol ehtiyot qismdan hech qanaqa muammo yo'q ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka qanaqasiz? Tuzumisiz, charchamasdan? Avvalambor ro'za Ramazon oylari bilan, ayyomlar bilan. Biz mana hozir jakki servisidamiz-da, xizmat ko'rsatish servisida, ya'ni garantiya servisida turibmiz. Ko'pchiligiga qiziq bo'ladi, ehtiyot qismlar tomonidan kirgandan keyin chiqib ketish, ya'ni muddati qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, xizmat ko'rsatishlar nima bo'yicha shu narsalar to'g'risida bitta batafsil ma'lumot berib o'tib ketsak qisqacha qilib. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Chayna Motors kanali kuzatuvchilari. Bu mashinamiz Jak X200 hisoblanadi. Jak servis. Xo'sh, bu yerda nima xizmatlar ko'rsatamiz? Motor, ходовой, gaz o'rnatish, remont, hamma bitta joyda bitib Shu yerda o'zidan bitadi. Shu yerda o'zida bitib ketadi. Bu mashinamiz keladigan bo'lsa, gaz qo'yib berganmiz. Misol, garantiyada bizada servisimizga kelsa agar, misol o'zimizdan mashina olishsa agar, biz nafaqat gazni o'ziga, motoriga ham garantiya berib, garantiyada chiqarib beramiz mashinalarni. Zapchastga keladigan bo'lsa agar, o'zimizda ham do'koni ham bor, showroomlarimiz bor. Zapchast Xitoydan primoy o'zimiz birinchi qo'l olib kelamiz. Zapchastlardan ham olmaydi o'zimiz. Ya'ni kirilgan mashinaga hali iloji boricha shu kirilgan muammoni bartaraf qilib turib tezlashtirib chiqarib yuboradi. Unaqa hali oila qolib ketish, unaqa narsalar yo'q. Chunki endi biz kirib kelganimizda o'zi bitta dona shu turgan ekan. Bu deyilganki, haligi o'zi servisga ham menimcha endi gaz qo'yaman deb kirib kelmasa, bu mashinalar yangi mashinalar garantiyasi 3 kilometrga 100 ming berilyapti. O'shani xudo xolasa bosib o'tib yurib beradigan mashina. Qarang, bular kelib gaz qo'ydiraman desa, qancha kunda chiqib ketadi? Xo'sh, bitta mashinani ish jarayoni boshlangandan keyin kelsa agar, maksimalli komandamiz katta, maksimalli aka. Misol metan qo'yiladigan bo'lsa agar 3 soat plus minus. Soatda chiqib ketadi, kun talab qilinmaydi. Jak X200 bu mashinamiz keladigan bo'lsa agar ko'rsatamizmi bitta? Bitta ko'rsatinglar, mana bunga hozir texnik ko'rsatilgan xizmatlari. Bu mashinamizga 280 talik balonimizdan joylashtirib berganmiz, chiroyli qilib. Egalari ustiga refrigerator qo'yib kelganlar. 280 talikdan chiroyli qilib, idealni qilib, zo'r qilib chiqarib berganmiz. Bu mashinamiz bitta zapravka bilan misol yurib beradigan masofasi 300 km, 350 km masofa yurib beradi. Mana kapitani ham ko'rishlaringiz mumkin. Hamma zapchastlari mana. Reduktorlar toza italyanskiy atayoniki. Buni usta akalar ham ko'p shoferlar ham tushunishadi. Injektorlari vысоко скоростной Polshadan ishlariga ham bitta baho berasizlar. Idealni bo'lib, chiroyli bo'lib. O'shanda bu 4-pokoleniya bo'lyapti. 4-pokoleniyani ham eng yaxshi zapchastlarni qo'yamiz aka. Nimaki, bizga garantiya bilan qo'yayotganimizdan keyin o'sha yaxshi zapchast bilan qo'yib berishga, misol klient ishini maksimal darajada sifatli qilib berishga o'shanga yarasha chiroyli qilib bitirib beramiz aka. Gazni ham qo'yilganda ko'rib turibsizlar, eng sifatli, yaxshi narsalar qo'yilinadi. Chunki biz yaxshi narsa qo'yishligiga sabab nima deydigan bo'lsangiz, nimadir bo'ladigan bo'lsa, baribir o'zingizga keladi-da. Yana qayta ishlash kerak, uning uchun yana boshqa narsa qo'yib berish kerak. 2 marta, 3 marta xarajat qilmasdan bittaning o'zida yaxshi narsalarni qo'yib chiroyli qilib chiqarib berishadi. Bu shubha qiladiganlar uchun. Jakki Toshkentdagi servisi imini shet bo'lyapti. Hozir qani bu yerda biz kirayotganimiz ko'chaning yuzida ikkita do'kon ko'rdik. O'sha ikkalasida ham hozir zapchast bo'yicha gapirdingiz, yo'q. Bu mashinalar eskidan Jak o'zi bor. Masshtabni kirgani 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri katta partiyada kirib kelishni boshladi. Hozir aka zapchastdan umuman muammo yo'q. Любой zapchast topiladi, misolda damelicha. O'zimizda zapchast bor, aytdim, showroomlarimiz bor, zapchastlarimiz bor. Umuman muammo yo'q. Zapchastda hozir hammasida bor. M3 deysizmi, M4, Sandray, X200, misol T9, T7, T8, J6, J7. Hammasiga hozir zapchast bor. Hozir kunda muammo yo'q zapchastda. Demakki, misol o'zimizda 3-4 ta do'kon bor. Xitoydan primoy o'zlarimiz odamimiz bor Xitoyda. Primoy zavoddan olib yuboradi bizga. Xitoyda pastiani shu zapchast olib jo'natadigan pastiani bitta odamimiz bor. O'shalar bizga zapchast bilan ta'minlab beradi. Любой zapchast hozirgi kunda o'zal kirsalar agar
muammo yo'q. Ustaki bu ish faoliyatini boshlaganingizga o'zi qancha bo'ldi? Bu mashinalar hozir kirib kelganiga o'zi katta ob'yomga 3 yil bo'ldi deyapsiz. Siz o'zingiz bu ish faoliyat boshlaganingizga qancha bo'ldi? Ish faoliyati aka biz 2010 dan beri gaz sohasida ishlab kelamiz. 2010-yildan beri, shu yoshligim paytimizdan beri. Jaklar kirib kelishiga kelsa agar 3 yil bo'ldi. 2023 adashmasam bular kirib keldi. M3, M4 Sunray'lar kirib kelishni boshladi. Ularga o'sha yerda birinchi o'rinda gazni qo'yib berganmiz. Shu servisda gazga jihozlanib ketgan mashinalarimiz. Bu yog'i mana 3 yil bo'libdi, uje mana boshqa modellari qo'shildi, X200 qo'shildi. Kengayapti. Maksimalni ustida ishlab aka chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilyapmiz. Mana misol bizga katta-katta tashkilotlar keladi. Mana shu mashina ham 57 ta olishgan o'zimizning ishxonadan. Bu Farhod aka bu o'tgan safaridagi yani Videoda aytdik 57 ta. 57 ta olib ketilindi. Bizga 57 taga gaz qo'yilgan hammasiga. Mana shular ham hamyonbotdan ko'rib olib ketishgan, 57 ta olib ketishgan. Bitta firmani o'ziga 57 ta olingan mashina. Mana shu mashina ekan, bu ham sizlarga to'g'ri kirgan ekanda. Mana so'z isboti bilan bo'lib ketyapti. Yana mana shu o'tgan safardagi videoga mana 57 ta bitta odam o'zi olingan. 57 ta. Olishgan, ustiga o'zlari refrigerator qilib oldi. Bu yo'g'oni o'ziga qilib olurishgan tepalarni. Demak 57 ta, qani shu 57 ta necha kunda chiqarib yubordinglar? 57 tani kuniga 3 tadan 4 tadan qilib chiqarib berdik aka. Bu pashti katta parti tugab qoldi, 4-5 ta mashinasi qoldi. Undan tashqari yana misol boshqa mashinalarni ham Mesela boshqa yo'lda xizmat ko'rsatardi, ularni ham yangi oldilar. Bir yo'la o'zimizga boshqa markadagilarga ham biz xizmat ko'rsatamiz. O'zlaringiz qo'yib beringlar, o'zlari servisda shunaqa qilib deb boshqa ya'ni boshqa jakdan boshqa firmadan olib kelinganda sizlarni o'zingizlardan qo'yib beriladigan bo'lsa, demak sizlar o'zingizlar qo'yib berganingizga garantiya berasizlar. Gazni o'ziga shunaqa bo'lib ketadi, to'g'rimi? Gazni o'ziga garantiya bo'lib ketadi. Mana bu tomonlari ham ustuvorliklari bor ekan. Bu o'tgan safar ham olib turganimizda kelishganda olib ketishuvdi. Har safar mana shu video olayotgan paytimiz shu jarayonni o'zida ham kamida bir 2-3 ta odam keladi, ko'rib turgan bo'ladi. Lekin ko'pchilik ani ochiq oydin chiqib, ani kamerani ro'parasiga chiqib turib, "Ha, men keldim, shu mashina olaman" deydigan odamlar kamerani ko'rgandan keyin, "Ay, aka, olmay qo'ya qoling" deyshadi. Bekitib birovga olib berishyaptimi? Nima qilasiz? Aka, ochiq oydin chiqib gapirursiz-chi deymiz. "Yo'q, qo'ying" deyshadi. Mayli, Alloh rozi bo'lsin hammamizdan, taninglar sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin, hozir aytganimizdek, bu yo'qni xizmatdan to'xtash bo'lmasa, har doim xizmatimizni nima deydi? Allohning yo'lida insonlar uchun, xalqimiz uchun doim yaxshilik bo'lib ketaversin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa mana ko'rganinglardek servis xizmatlaridan hech qanaqa muammo yo'q va ehtiyot qismidan ham muammo yo'q. Bemalol keling, jakni ko'ring oling, biz ham tavsiya qila olamiz. Bu yoqda Farhod aka mutaxassis telefon qiladigan bo'lsangiz, nomerlar ko'rsatilgan, o'zlari telefonni ko'taradilar va hamma kam ko'z bizdan qolganini o'zlari tushuntirib beraveradilar. Servis xizmatlaridan ham okamlar borlar. Shu jakka kelib ko'rishib, gaplashadigan bo'lsangiz, servis xizmatlariga olib chiqib o'zlari ko'rishtirib, uchrashtirib qo'yaveradilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Layklarni bosib tanishlarga tashlab qo'yamiz. Doim yaxshilikni ko'rishinglar, lekin ulgurib qolinglar. 17 millionlik skidga va 3 ta bu ro'za Ramazonga tuhfa berilayotgan chexol polikli bularga ulgurib qolish kerak. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hamma tanishlarga tashlab qo'ying.